Assalomu alaykum, hurmatli radnoylar. Sizlarga 2024-yil ishlab chiqarilgan Redline Tracker 2 mashinamizni obzor etib o'tamiz. Mashinamiz ko'rishingiz uchun full pozitsiya, oxirgisi Redline. Paroklar ichine ajoyib o'rnak qimmatlardan chexol poliklar qo'yilgan. Mashinamiz hali 5000 probeg yuribdi. Mashinamizda propan gazlar o'rnatilgan, krassiyasi probeg 100% javob. Ko'rishingiz uchun polnosti maşinamız Ege'den alıp satar emas. Krassiyasi probegine 100% javob. Maşinamızda propan gazlar o'rnatilgan. Bahasını ağam naqshtir bilan kelsa, takalgan yer 255 milyon aytib turibdi. Takalgan yeri polnosti olib minishga tayyor mashin. Mashinamizda 4 tane yangi balonlar qo'yilgan yurishingiz uchun. Ajoyib bundan 4 tane balonlar qo'yilgan. Paroklari aytganimiz Redline mashinamiz. Krassiyasi probegine 100% javob. Tekshirtirasizlar, keyin natarasizlar, pulni sanaysizlar. 255 milyon takalashi. Xudo xolasa ağam telefon nomerini yazıp koyamız. Şöyle havalaşırsa maşinamızda şumça boğan hem yerleri görəsizlər. Polun isti aytganımızda alıp mesela tayar maşinamız. Şumça, 4 tane yumuşak balon, çexol, polik hemmesi yaxşısından koyulgan paroklar ise bu maşinamızda. Aytganımızda full pozitsiya Redline maşinamız. Tracker 2 sıra bilgiler için. Yine Tracker 2. Dik bası belediye oncağı havalaşırsa pəsdə telefon nomerini yazıp koyamız. Telefon nomeri etmeyin yağa? 95 470 0089. Eğer de naqd pul bilan keladigan bo'lsangiz da, ağamni shunga topsangiz, xudo xolasa normal bahada beradi. Havola chorasi bosib beradigan joyi Tracker 2.